Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan injenerlik konstruksiyalari fanida navbatdagi ma'ruza darsimizni boshlaymiz. Bugungi ma'ruzamizni nomi temir beton konstruksiyalar haqida umumiy ma'lumot deb nomlanadi. Biz o'tgan darslarda sizlar bilan metal hamda yog'och konstruksiyalar haqida batafsil ma'lumotlarni berib o'tgandik. Demak, bugungi darsimizda sizlar temir betonlar haqida bilib olasizlar. Temir betonning yaratilish tarixi va qo'llanilish sohalari. Temir beton 19 asr o'rtasida fransiyalik gulchi Joze Mone tomonidan ilk bora kashf etilgan va patent olingan. Lekin shunga qaramasdan ushbu davrga qadar O'rta Osiyo paxsa devorlarining mustahkamligini oshirish, ularni dazbardorchiligini kamaytirish maqsadida armatura sifatida qamchi va somon tolalaridan amalda foydalanilgan. Temir beton konstruksiyalar hozirgi kunda birinchi raqamli qurilish materiali hisoblanadi. Va qurilishi barcha sohalarda sanoat, qishloq xo'jaligi, suv xo'jaligi, transport, fuqaro energetika va hokazoda keng qo'llanilib keladi. Sanoat binolarida mana temir beton konstruksiyalarni ko'rishimiz mumkin. Bu yerda demak ustunlar ham, kolonnalar ham, plitalar ham barcha elementlari temir betondan. Qishloq xo'jaligi binosida yoki mana ko'rishimiz mumkin temir beton konstruksiyalarini yoki turar joy binolari mana yoki mana ko'priklarda ham biza temir beton konstruksiyalardan foydalanganligini ko'rishimiz mumkin. Ho'p, hamma narsani afzalligi bo'lgandek temir beton konstruksiyalar ham bir qancha afzalliklarga ega. Masalan, birinchi navbatda mustahkamligi yuqori, xizmat muddati katta, 100 yil undan ortiq ham bo'lishi mumkin. Olov bardoshliligi katta, suv o'tkazmaslik xususiyatiga ega, radioaktiv o'tkazuvchanligi kichik, istalgan shaklda temir beton elementlarini qurish mumkin. Temir betonni tayyorlash uchun respublikamizda mahalliy qurilish ashyolari mavjud. Masalan, mayda yirik to'ldiruvchilarni biz bemalol demak mahalliy sharoitda topishimiz mumkin. Qiyinchilik tug'dirmaydi. Bundan tashqari beton va temir betonning mustahkamligi normal sharoitlarda vaqt sayin ortib boradi. Xuddi shunaqa hamma narsani afzalligi bo'lgandek kamchiligi ham bor. Temir betonda ham demak o'zgarish kamchiliklar mavjud. Bulardan biri eng asosiysi og'irligi katta. Masalan, biza og'ir betonlardan ko'proq foydalanamiz. Kelajaqning inshootlarini qurishda ularning zichligi 2500 kilogramm taqsim metr kubni tashkil etadi. Demak, xususiy og'irligi katta. Solishtirmaga ko'tarish qobiliyati nisbatan kichik, transport xarajatlari katta, temir beton konstruksiyali bino va inshootlarning poydevori nisbatan chuqurroq joylashadi. Bino va inshootlar qurilishida tuproq ishlarini hajmi katta, tabiiy sharoitda beton 28 sutka davomida loyihadagi mustahkamlikka erishadi. Temir betonni mohiyati. Temir beton kompleks qurilish materiali bo'lib, o'z tarkibiga ko'ra betondan va armaturadan tashkil topadi. Ya'ni beton 97dan 99,5% bo'ladigan bo'lsa, armatura 1,5-3% bo'ladi. Ular birgalikda bir butun qurilish materialini tashkil etadi va tashqi yuklarni qabul qiladi. Xo'p, temir betonni tarkibiy qismlarini siz quyidagi rasmda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Beton sun'iy tosh materiali bo'lib, boshqa tosh materiallari singari siqilishga juda ham yaxshi ishlaydi, lekin cho'zilishga qariyb 10-20 marta yomon ishlaydi. Demak, po'lat armaturalar esa ham siqilishga ham, cho'zilishga ham deyarli bir xil ishlaydi. Ba'zi bir masalan, Auch sinfdagi armaturalarni ko'radigan bo'lsangiz, siqilishga ham, cho'zilishga ham hisobiy qarshilik 365 megapaskalda, ya'ni bir xil. Demak, temir betonning mohiyati shundan iboratki, ikki xususiyatga ega bo'lgan materialdan iborat bo'lgan yagona materialni hosil qilish uchun betonni nozik joyi bo'lgan cho'zilish qismiga mustahkam armaturalarni qo'yib kuchaytirishdan iborat. Ushbu armaturalar odatda ishchi armaturalar deb nomlanadi. Bunga misol qilib betondan tayyorlangan to'sinni egilishga bo'lgan ishlash jarayonida ko'rib chiqamiz. Ikkinchi rasmda. Xo'p, mana bu ikkinchi rasmda ko'rishingiz mumkin.
Bir rasmga qaraydigan bo'lsak, betondan yasalgan, misol uchun, to'sin bo'ladigan bo'lsa, tepada ikkita P kuchi ta'sir qilyapti. Mana shu P kuchi biza qiymatini oshirib borganimiz sari, to'sinimizni pastki qismida yoriqlar paydo bo'lishni boshlaydi. Qanchalik kuchi qiymati ortib borsa, shunchalik yorilib ketadi pastki qismi va biza aynan mana shu joyga, tuzilayotgan joyga biza armaturani qo'shishimiz kerak bo'ladi. Mohiyati ham aynan shundan iborat. Ya'ni betonni o'sha demak konstruksiyamizni qaysi qismi siqilyapti, qaysi qismi cho'zilyapti, shuni biz bilib olishimiz kerak va shuni bilgan holda armaturalarni siqilgan qismiga emas, demak cho'zilgan egilgan qismiga qo'shishimiz kerak bo'ladi. Bu rasmda demak bir bu neytral o'q, ya'ni neytral o'qda bilamiz hech qanaqa deformatsiya yuzaga kelmaydi. Neytral o'qdan tepaga qarab betonimiz siqilib boradi, neytralokdan pastga qarab cho'zilishni boshlaydi. Yel esa bular tayanchdan kuchgacha bo'lgan masofa. Demak, ko'ndalang kesimi bo'yicha qaraydigan bo'lsak, bu tarafda S armaturalar orasidagi masofa hisoblanadi. Ya'ni mana shu ikki xil rangda bo'ladigan bo'lsa, tepa qismi siqilyapti. Siqilayotgan joyiga biz armatura qo'shishimiz keragi yo'q, chunki beton busiz ham siqilishga yaxshi ishlaydi. Pastki qismiga lekin qo'shishimiz kerak bo'ladi. Temir betonning mohiyati aynan mana shundan iborat. Xo'p, demak, bu yerda biz hozir aytib o'tdik bularni. Beton konstruksiyalardan asosan tomonlari nisbatan 1/L 5-6 yoki 6 bo'lsa, siqilishga ishlaydigan elementlar, poydevorlar, devorlarni, tirgak inshootlarni, chetki tayanch devorlari tayyorlashda foydalanish mumkin. Bundan tashqari, elementda hosil bo'layotgan cho'zuvchi zo'riqishning miqdori betonda cho'zilishga bo'lgan hisobiy qarshiligidan kichik bo'lgan holda ham beton konstruksiyalardan foydalanish mumkin. Hozirgi kunda temir beton elementlarini armaturalash uchun po'lat stерженьlardan, po'lat simlardan, prokat profillardan, shisha tolalardan, sintetik materiallardan, yog'och bruslardan, bambuk, qamich, stvollardan foydalanish mumkin. Biz bu rasmda demak ko'rishimiz mumkinki, yuqorida sanab o'tilgan materiallarni o'ziga xos ijobiy, salbiy xususiyatlari bor albatta. O'shaning uchun ham biz hozirgi kunda po'lat stерженьlar ko'rinishida armatura stерженьlari va armatura simlaridan foydalanamiz. Keyingi yillarda demak temir beton elementlarini armaturalash uchun bazolt armaturalardan ham ko'proq hozir foydalanyapti. Mana siz buni rasmda ko'rishingiz mumkin. Asosiy yuk ko'taruvchi sifatida emas, faqatgina demak boshqa joylarda, ramalarda, rigellarda bulardan foydalanish hali o'z anaqasini topmadi, lekin boshqa joylarda hozirgi kunda o'sha demak kanallarni betonlash jarayonida ham biz bu bazolt armaturalardan foydalanamiz. Endi stержень simlari bu o'sha biz o'zimiz hozirgi kunda ishlatadigan armaturalarni qo'shishimiz mumkin bu rasmda yoki po'lat arqonlar. Mana sintetik armaturalarni ham ko'p holatlarda hozir ishlatyapmiz. Bilasizlar, ikkinchi darajali konstruksiyalar vaqtinchalik yoki unaqa ham ko'p yuk tushmaydigan joylarda ishlatishimiz mumkin. Singapurda bo'lsa bambukli armaturalardan ham foydalanishadi. Temir beton elementlarini armaturalashda nafaqat yengil va cho'zilishga ishlaydigan konstruksiya elementlari, siqilishga ishlaydigan kolonnalarda ham, temir beton fermalarida ham, demak, belbog'larida temir beton konstruksiya elementlarida ham armaturalash talab etiladi. Chunki po'lat armaturalarning mustahkamligi betonni siqilishga bo'lgan mustahkamlikdan bir necha marta katta bo'lganligi uchun ularning yuk ko'tarish qobiliyatini va dardbardorchiligini oshiradi. Temir beton elementlarida turlicha xususiyatga ega bo'lgan beton bilan po'lat armaturalarni birga ishlashi uchun quyidagi demak 3 ta shart bajarilishi kerak bo'ladi. Birinchisi, beton bilan armatura o'zaro yaxshi birikish xususiyatiga ega bo'lishi kerak. Hop, ikkinchisi, beton bilan armaturalarning temperatura ta'siridagi chiziqli deformatsiyalanish koeffitsentlari bir-biriga juda ham yaqin bo'lishi kerak. Hamda uchinchisi, po'lat armaturalarni korroziyadan, bevosita olov ta'siridan va boshqa mexanik shikastlardan asrash uchun ular zich betondan iborat yetarli himoya qatlamiga, ya'ni mana bitta himoya qatlamini ko'rishimiz mumkin, ega bo'lishi kerak. Ya'ni bu himoya qatlami degani qayerdadir biza temir beton konstruksiyani ko'radigan bo'lsak, hech qachon unda armaturasi chiqib turmaydi, ahamiyat bergan bo'lsanglar. Mana shu elementiga qarab, temir beton konstruksiyaga qarab, misol uchun plitalarda 3-4 santimetr защитный слой qoldiriladi, ya'ni himoya qatlami. 2-3 santimetr qoldirib, keyin ichiga armatura qo'yiladi, chunki o'sha tashqi muhitdan himoya qiladi armaturani. Ana shu himoya qatlami deyiladi.
Hop, temir beton konstruksiyani turlari. Keladigan bo'lsak, yig'ma temir beton konstruksiyalar bor, bir butun quyma monolit deb aytiladi yoki bitta paytda o'zida ham monolit ham yig'ma konstruksiyalar turlariga kiradi. Bundan tashqari, hozirgi kunda qurilish amaliyotida temir betonni boshqa turlari hisoblanmish arma sement bilan fibra beton konstruksiyalar ham keng foydalanyapti. Yig'ma temir beton konstruksiyalar hozirgi kunda eng ko'p qo'llaniladigan konstruksiya turiga hisoblanadi. Chunki yig'ma temir beton konstruksiyalar qurilish industriyalashishda va mexanizatsiyalashda katta ahamiyatga ega. Chunki bunda konstruksiya elementlarini turkumlashtirish va unifikatsiyalash imkoni yuqori. Siz bu rasmda yig'ma temir beton konstruksiya, endi yig'ma deganda bu o'z so'zi bilan yig'iladi, ya'ni zavodda tayyorlanadida, o'sha siz qurayotgan obyektga borib yig'iladi. Ko'rishingiz mumkin. Yig'ma temir beton konstruksiyalarni bu yerda monolitni ko'rishingiz. Monolit endi o'sha joyida quyiladi. Yig'ma monolit bitta paytda o'zida ham yig'ma ham monolitdan ham foydalanish mumkin. Mana bu rasmda, bundan keyingi rasmda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Endi armatsement konstruksiyalariga keladigan bo'lsak, armatsement asosan mayda donachali betondan nisbatan yupqa qalinligi 15-30 millimetr temir beton elementlari, fazoviy gumbazlari, qobiqlari tayyorlashda qo'llaniladi. Ular diametri yarimdan 2 millimetrgacha bo'lgan po'lat simdan tayyorlangan, ko'zlari 10 millimetrgacha bo'lgan sim to'rlari bilan tekis armaturlanadi. Armatsement cho'zilishga va egilishga yaxshi qarshilik ko'rsatadi. Ularning dalbardoshliligi va elastikliigi nisbatan yuqori. Mehnatchi qurilishda kichik bosimli temir beton quvurlari, lotoklarni tayyorlashda armatsementlardan foydalanishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Mana demak, armatsementning ko'rinishi quyidagicha bo'ladi. Hop, endi fibra betonga keladigan bo'lsak, keyingi yillarda qurilishda fibra betondan ham ko'p foydalanishyapti. Fibra beton elementlarini tayyorlashda betonni diametri 0,2-1 millimetr, uzunligi 10-30 millimetr bo'lgan armatura tolalari bilan armaturlanadi. Armatura tolalari po'lat simlardan, asbestdan, neylondan va boshqa materiallardan tayyorlanishi mumkin. Fibra beton strukturasi bir xil mustahkamligi va dalbardorligi nisbatan yuqori bo'ladi. Demak, bu rasmda siz fibra betonni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hop, temir beton haqida ma'lumotlar mana shulardan iborat edi. Agar sizda qanaqadir savollar bo'lsa, biz bilan bog'lanishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darsda ko'rishguncha.